Hurmatli do'stlar, bugun 23-mart Zetaur avtomobilimizni narxi 10 million so'm skidga bahoda qo'yib beramiz. 350 million so'mga qo'yib o'tgan edik. X90 Plus avtomobilimizni 340 million so'mga tushdi narxi. Dalillarni aytib o'tamiz. 2023-yilda ishlab chiqarilgan avtomobilimiz benzinda 29 ming kilometr yurgan. Qora rangda 100% родной kraskasi. 4 tane yumshoq balon, porog и круговой тонировка ruxsatnomalari bor. Beskilchoy dastup, 360 gradus kamera, ключ kontrol, multimedia, saloni kenglik ham zo'r, X90 Plus bilasizlar. Ko'pchilik buni burtdi bu mashinadan. Hamma mestasi o'zida turibdi. 7 mestasi ham buzilmagan, hali toza mashina. 340 million so'mga tushdi narxi. Qiziquvchilar bo'lsa, haydab ko'rib olaverasizlar. Qo'shko'prik avtomarketda turadi avtomobilimiz. Maqbul barter kredit variantlari bor. Kelaverasizlar. Qop qora svet. 340 million beramiz.